haloyiqqa aziyat bo'lmayaptimi? Lays rahmatullohi alayhi nasihatini birinchisi, qilayotgan tijoratingiz halol bo'lsin. Ikkinchisi, farzdan to'smasin. Uchinchisi, haloyiqqa aziyat bo'lmasin. To'rtinchisi, jonni kayitib olmaslik kerak. Iznos qilib olmaslik kerak. 8 soat ishlasangiz ham, 18 soat ishlasangiz ham bugun yozilgan rizqni olasiz. Xotirjam bo'ling. Va oxirgisi, qilayotgan tijoratidan infoq bo'lsin. O'sha usta bo'ladigan bo'lsa, qo'li kaltaroq odam ekanmi? 10 ming so'mga kelishuvdi, bo'tmon 1000 so'mni bizdan deb qo'ysin. Misol taksi 20 so'm yetmaydi, bo'ldi, ketavering deb qo'ysin. Imini shu qilayotgan kasbidan nima qilsin ekan? Infoq qilsin ekan. Shunda qilayotgan tijoratimizda shubha bo'lmaydi, harom bo'lmaydi. Mana shu aytilgan 5 ta punktni 3-siga qattiq e'tibor beringlar. Mendan aziyat yo'qmi qilayotgan tijoratimdan? U halol qilayotgan tijoratingizdan